Assalomu alaykum. Qadrli YouTube ahli, kanalimiz a'zolari, bugun 11-noyabr yana bir laboga chiroyli bo'lgan tunikani o'rab oldik. Mana ko'rib turibsizlar. Laboni polni komplekt holatda bo'lyapti. Xudo xolasa poliga, rezinka yoniga, tunika, orqasiga, dugasi, bu joyiga, sondig'i, hamma yog'i ideal holatda bo'lyapti. Mana dugalarni ko'rib turibsizlar. Atrijatorlar yopishtirilgan, rezinkalar tashlangan, Beneplex kontenpollar mana qo'yilgan, joy-joyidan qilingan. Joylari ham mana 1,5 sm ichkariga qaytgan holatda bo'ladi. Mana bu akkumulyator zashta qiladigan sondiqchasi bo'ladi. Mana kalit ichida. Qalinliklari mana 1.8, 1.5 temir listlardan ishlatiladi. Akkumulyator mana yonidan to'siladi mana loypoy sachramaslik uchun. Bu alohida ham sotiladi. Behijolat telefon qilaverasizlar. Mana bu holatda qulflanadi bu. Endi mana chiqmaydi bu. Mana bu holatda endi ochib ishlatsa bo'laveradi. Alohida sotiladi. O'sha aytganimizdek, bu rezinkalar ham alohida sotiladi. Uloqsiz listlari ham bor. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana bu ekrandagi raqamlarga behijolat telefon qilaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bordon qishlog'i. Svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat, 1,5 soat ichida chiroyli o'rnashtirib beramiz. Ishlaringiz yoqsa like bosib, do'stlar yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Kamchiliklar bo'lsa kommentariyga yozib qo'yinglar. Imkon qadar kamchiliklarni tuzatib, chiroyli o'rnashtirib beramiz. Bunisi mana Beshariqdan kelgan lab bo'lsa. Sog' bo'lasizlar.